Ko'pchilik yozda aynan shu xatoni qiladi. Yozda oq kiyim kiysam quyoshdan himoyalanaman deb o'ylaysizmi? Avval bitta muhim narsani tushunib olaylik. Quyoshdan yerga 3 xil asosiy nurlanish keladi. Ko'rinadigan yorug'lik biz ko'radigan quyosh nuri. Infraqizil nurlar issiqlikni olib keladi va tanani qizdiradi. Ultrabinafsha nurlar ko'zga ko'rinmaydi, ammo teriga zarar yetkazuvchi asosiy nurlardir. Aynan ultrabinafsha nurlari terini kuydirishi, erta qaritishi va uzoq yillar davomida ta'sir qilganda teri saratoni rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Endi oq kiyim haqida gaplashamiz. Oq rang quyosh nurlarining jumladan issiqlik hosil qiluvchi infraqizil nurlarining bir qismini qaytaradi. Natijada kiyim va tana kamroq qiziydi. O'zingizni esa salqinroq his qilasiz. Lekin oq kiyimning o'zi ultrabinafsha nurlardan yetarli darajada himoya qiladi degani emas. Quyoshdan himoya faqat kiyimning rangiga bog'liq emas. Bunda matoning qalinligi, qanchalik zich to'qilgani, materiali va ultraviolet protection factor darajasi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun yozda imkon qadar oq rangli, zich to'qilgan kiyimlarni tanlang. Oq rang tananing kamroq qizishiga yordam bersa, zich to'qilgan mato ultrabinafsha nurlaridan yaxshiroq himoya qiladi. Agar uzoq vaqt quyosh ostida bo'lsangiz, ochiq teri qismlariga quyoshdan himoyalovchi krem surtishni ham unutmang. Tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling.